ko'p ayollarimizni favoriti bo'lib ulgurgan Zoskinni hozir mana shunaqa tayyor nabori bilan tanishib chiqamiz. Qizlarjo'l, birinchi mahsulot bu umuvvalka. Bu juda ham yaxshi umuvvalka. Nima uchun desanglar, oliy hujayralarni olib tashlab beradi va buni natijasida keyingi parvarishlar yuziligiga yana ham chuqurroq kirib boradi. Undan keyin esa namlantiruvchi, oziqlantiruvchi, tashqi zararli omillardan himoya qiluvchi kremi keladi. Bu o'sha holatga keltirib qo'yadi. Va bu polish, skrab hisoblanadi. Buni haftada 1 marta, 2 marta bemalol ishlatasizlar. Yuzinglardagi oliy terilarni olib tashlab, yangi sog'lom, tiniq terilarni yuziga chiqarib beradi. Yuzinglar xira tortgan bo'lsa ham juda ham yaxshi sizlarga yordam beradi. Bunimiz pedlar, buni sostavida 2% salitsil kislotasi bor. Bu kislota qora tochkalarni eritib beradi, poralarni toraytirib, yuzga matoviy effekt beradi. Ya'ni yog'lanishdan blesk bo'lib qoladi, shunaqalarni oldini oladi. Va bu yoqda bizda instruksiyalar keladi. Qizlar joylar xaridni amalga oshirmoqchi bo'lsangiz, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin.